Hop do'stlar, biz mana Shvetsiya aeroportidan chiqib ketyapmiz. Shvetsiyaga metroga va bu yerda bir kun bo'lib maza qilib aylanib, keyin Rigaga qaytamiz, xudo xolasa. Ekspressanadan shahar markaziga kechasi soat 1da tiket sotib olyapmiz. 17 euro. Hop, kelganlaringdan keyin Stokgolm sentrga borishlik uchun avtobusga boriladi va kechasi yurgan avtobuslar ham bor ekan. Biz topdik va mana ishlamay qoldi. Keyin menga yana to'lov ishlamay qoldi. Mana kartada yo'q edi. Baland to'laydi, men naqd beraman deganday qildi. Keyin programma ishlamay qoldi. Onlayn saytga kirsa, saytda 20 kronga, ya'ni Swedish kronga arzonroq ekan. Va menga Xudo obratni 3 oylik tiket. 3 oy bemalol xohlagancha ishlatiladi, adashmasam. Va bu 15 euro 50 sentga tushdi. Окей. Чё там? Ну-ка сюда, Что? Biz nonga sir qo'shyapmiz. Обоюнда. Обоюнда. Я думаю, мы не пойдем. Как говорят В Швеции ассаляму алейкум ва рахматуллах. barakah. Баракат. Qaralar, kechqurungi soat 1:39, lekin qorong'i. Ana sizlarga Yevropa, ana sizlarga Yevropa. Shvetsiyada mana shu zo'r narsani topib oldim. Escape Stories. Haqimda ekan. Железный человек, железный. Milanga kelib oldik, xudo xolasa. Bugun Milanda aylanamiz maza qilib. Милан, Рим, Ницца, Париж, Лондон. Nice. Let's go. Tesla, maşınlar, robotlar, kımırla verganimiz mana narsa. Hop, Shvetsiyaga keladiganlarga asosiy maslahat bu credit card only, no check or cash accepted. Bu yerda deyarli butunlay karta to'lovlariga o'tib ketishgan, ya'ni bularda deyarli naqd pul qabul ham qilishmaydi. U xoh kron, ya'ni shved kroni bo'lsin, xoh boshqa pul birligi bo'lsin, deyarli qabul qilishmaydi. Ko'p holatlarda faqat va faqat karta orqali to'lov qilishingiz mumkin, xolos. Shvetsiyani yashil joylari chiroyli juda. Biz Shvetsiyadagi Zedelga keldik. Shu joydan biz o'zimizga nonushtaga nimadir olib olishligimiz kerak. Bizcha biz ham to'g'risi bo'lmasam. Cola, Fanta, Sprite, Fanta oddiysi, Cola Clipper. Original one. Kilosida 69 kron. Qulupni 79 kron. Pechenkalarni solishtirganda, biz mana bunaqa narsani Latviyada 45 sentga olsak, bu yerda 990 kron, bu 90 sentga yaqin bo'lyapti, salkam 1 euro donasi. Pechenkalar ham juda ham qimmat. Mana bunaqa pechenyani biz 1,5-2 euro turibdi olsak, 31.90. Hop, kolalar mana 19.90 kron, euroda 1.80 atrofida.
1,5 litrlik kola. Fanta 2 litrli, bu Fanta Freeway ekan bu. Fantaning rangi nimadir boshqacha, bularda bir och sariq o'xshaydi, bir kir sariq o'xshaydi. Kola bilan bir xil. Joker-da. Joaquin Felix. People with helmets and a horse. What else? Sailors on the boats, fearless warriors with the helmets and the horns. Raping, pillaging. Raping and pillaging. I want to clarify just one thing. That raping is not Vikings, it's Mac. Okay. Yeah. Sorry, girls, for everything you had to go through in the history. Alright, so pillagers, brutal, savage warriors, and sailors with the helmets and the horns. What else I heard there? Big hammer. Hammer? Zo'r Old Town. Vibe boshqacha umuman. Nobel Prize Museum. Mana aytdim, Viking. Just for the video, please. Okay, this is a great monument here. And it's very historical. How many years this hotel been running? 51 years. 51 years? Oh, yeah. And even earlier there was a hostel here. The building is around 400 years. Oh, good. That's very nice. Thank you very much. Have a good day. Yeah.
turpaga narsamiz.